Qizmisan, o'g'ilmisan? Oxirgi mahal Jasmina Transga o'xshab erkak bo'lib turib jinsini o'zgartirayotgan. O'zini erkakman deb hisoblab turib, ayollarning kiyimini kiyib, qo'liga laklar qo'yib yurgan ayol sifat erkaklar ko'payib ketdi. Yana kamiga internetga chiqib olib turib, xalqqa video обращение qilishni ham bilishadi. Nimamish? Men erkakman, bu meni obrazim. Men erkakman. Bu obraz shunchaki rol. Sizlar qayerda ko'rgansizlar o'zini erkakman deb hisoblab yurgan inson ayollarning kiyimini kiyib, qanaqadir epilyatsiyalar qildirib yurganini. Endi to'g'ri, bu bola aytishi mumkin, men modelman, shuni orqasidan tirikchilik qilaman. O'zimga qarab yurishim kerak deb. Yoki sizlar aytishinglar mumkin, erkaklarning orasidan modellar chiqmaydi deb. Mana masalan sizlarga bitta primer qilib beraman. Kingsman degan bolalarni ko'rsanglar, soqollarini qo'yib olib, chiroyli prichoskalarni qilib, akkuratni kiyinib, o'zlarini kiyimlarini reklama qilib, shuni orqasidan tirikchilik qilib yurishadi. Mana shularda aytsa bo'ladi haqiqiy erkak modellar deb. Lekin bunga o'xshaganlarni Jasmina Transni yo'ldan ketayotgan hezaleylar deb turib hisoblayman. Agar bu bola haqiqatdan o'zini erkakman deb hisoblaydigan bo'lsa, bir zalpalga chiqsin yoki bolalarga qo'shilib turib, oshga borib turib, qo'y yog'idan bosib boshni yesin. Shunda может bu bolani testosteroni oshib turib, erkak bilan ayolni farqiga borar. Bu bola erkak bilan ayolni farqiga bormasdan arosatda qolib ketdi shekilli. Agar farqiga bormaydigan bo'lsa, qisqacha qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Ayol kishi nozik tabiatligi bilan erkak kishidan farqlanib turadi. Erkak kishi bo'ladigan bo'lsa, xarizmi bilan, qo'polligi bilan farqlanib turadi. Endi qaysidir ma'noda bunaqa hezaleylar ko'payib ketishiga siz bilan men sababchimiz, bilasizlarmi? Nimaga? Chunki eslasanglar 10 yil, 15 yil oldin Dilshod gay deganlari bo'lardi. Bu bunaqa internetga chiqish uyada tursin, kerak bo'lsa magazinga chiqqani ham qo'rqib turardi. Nimaga? Chunki buni ko'rgan odam urib, so'kib, xo'rlab tashardi. Agar Dilshodga kelgan muomalani bularga ham qiladigan bo'lsa, bular ham o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Endi taktiku bilan yo'q bo'lmasa ham, qiladigan ishini hech kimga bildirmasdan, ko'rsatmasdan bir qanaqadir tupikka borib olib turib qilishadi. Bularni biz yo'q qilmaydigan bo'lsa, bular internetga chiqib olib turib yosh avlodni ongini buzishga harakat qilyapti. Agar fikrimga qo'shiladigan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib ketinglar. Sizlar bilan birgalikda shunaqa hezaleylarni yo tarbiyalashga harakat qilamiz, yoki internetdan yo'qotishni harakatini qilamiz. Endi jamiyatdan yo'qotishni imkoni bo'lmasa kerak-ku. Internetdan yo'qotishda yo'li bor deb o'ylayman. Videoda o'ziga tashlab qo'ying.